Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Anchadan beri video qo'ymagandik. Mana bugun qo'chqorlarimizni erta bilangi holati, yemish jarayonini qo'yapmiz. Mana yemlar deyishyapti. Mana yem yeyapti. Yemlari mana oddiy arzon yem. Kepak, muchkani aralashtirib silosga beryapmiz. Silosga aralashtirib beryapmiz. Mana bir qop 18 kilolik silosdan ortib turibdi mana. 20 ta qo'ydan. Yeb mana qaytishyapti. Bir qop silosga katta paqir, 2 paqir o'sha muchka aralashtirib beryapmiz kepakni.